Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mehribon Robbimizga cheksiz hamdlarimiz, Payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlarimizni izhor qilamiz. O'ziga hamdlar va shukronalarimiz bo'lsin. Yana siz azizlar bilan hamdishim bo'ldik. Didorlashdik. Mana shunday go'zal bir onlarda jamlandik. Alloh taoloning bu buyuk bo'lgan najotiga inshaalloh siz bilan biz intizorlik bilan inshaalloh kutib turibmiz. Parvardigor olam bugungi kunda qilayotgan duolarimizni qabul aylasin. İltijolarimizni mustajob aylasin. Gunohlarimizni ko'zi kechirib, darajatlarimizni bundan da Alloh taolo ziyoda bo'lishini o'zi muvaffaq va muyassar aylagan bo'lsin. Alhamdulillah. O'ziga hamdlar bo'lsin. Bugungi juma mav'izamiz inshaalloh jonli yo'yinda ham ketyapti. Hikmat.uz kanalimiz bor. Biz o'zimizning shaxsiy nomimizdagi kanallarimiz bor. Shu kanallarda bu narsani jonli yo'yinda silkalari berilgan. Qadrdonlarga, yaqinlarga, oila ahllariga bir og'iz bir ishora qilinsa, mana shu bugungi juma mav'izamiz inshaalloh to'g'ridan to'g'ri uzatiladi. O'ziga hamdlar bo'lsin. Yana shu kunlarga yetib keldik. Mana shu onlarga, yana mana shu lahzalarga siz azizlar bilan birgalikda didorlashyapmizki, bugungi juma mav'izamiz inshaalloh jonli yo'yinda ham inshaalloh to'g'ridan to'g'ri uzatiladi. Shuning uchun ba'zi bir texnik nosozliklar bo'lishi mumkin. Sekin-sekin inshaalloh joyiga tushirib olamiz, xudo xolasa bu narsalarni. Bugun birinchi jonli yo'yin bo'lganligi uchun ba'zi bir noqulayliklar bo'lsa, u narsani inshaalloh tabiiy holatda qabul qilamiz. Bugungi inshaalloh O'zbekiston musulmonlari diniy idorasini ba'zi bir ta'riflarga, ba'zi bir so'zlarni tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Hikmat nima? Hikmat nima desa, ulamolar bir necha ta'riflar bergan. Ana o'sha ta'riflardan eng go'zali qolla va dallasi. Qisqa va anig'i, zehnda go'zal holatda o'rnashadiganlardan bitta ta'rif wad'u shay ala makanihi. Har bir narsani o'z o'rniga qo'yishlik bu hikmat. Har bir narsani o'z o'rnida istifoda qilishlik bu hikmat. Har bir narsani o'z o'rnidan foydalanishlik bu hikmat. Mana shu hikmat borasida ulamolar ta'rifda misolda aytadiki, mana eshikdan kirdingiz. Eshikdan kirayotgan vaqtda chiroqni yoqadigan yoquvchini, o'sha chiroqni yoqadigan narsani juda ham qulay joyga qo'yishlik bu hikmat taqozosi bo'ladi. Agar o'sha narsani kirgan zahotiyoq eshikni ochilishiga qarab turib, shunga munosib joyga qo'yganda, kirganda kiruvchi odam hech qanday ikkilanmasdan, taraddudlanmasdan, mushkulotga qolmasdan shunday svetni yoqsa, chiroqni yoqsa, ayni hikmat shu deydi. O'sha chiroqni yoqadiganda eshikni orqasiga qo'yib qo'ysa nima bo'ladi? Kirgan odam paypaslashni boshlaydi, hijolatchilikni boshlaydi, qorong'i zulmatda to o'zini eplagungacha qancha hijolatchilik bo'ladi. Bu behikmat ish bo'ladi deydi. Baribir shu ishni qilyapti. O'sha narsani qo'yishi kerak, lekin o'rniga qo'ymagan. Shu behikmatlik deydi shuni. Bu hikmatsizlik deydi. Ana o'sha narsani o'z o'rniga qo'yib turib, o'z o'rnida istifoda qilishni ayni hikmat deydi. Bosh kiyim, do'ppi bo'lsin, shapka bo'lsin, salla bo'lsin, nima bo'lsa ham. Shuni boshga kiyishlik ayni hikmatni o'zi. Agar shu boshga paypoqni kiysa nima bo'ladi? Hikmatsizlik bo'ladi. Hikmatsizlik bo'ladi. Shuning uchun ham hikmat deganda nimani tushunaylik desa, har bir narsani o'z o'rniga qo'yishlik. Wad'u shay ala makani. Har bir narsani o'z o'rniga qo'yishlik ayni hikmatni taqozosi bo'ladi. O'shaning uchun ham Luqmon Hakim deymiz. Hikmat sohibi bo'lgan Luqmon. Luqmon alayhissalomni aytgan har bir so'zlari hikmatdan xoli emas edi. Bashariyatni, insoniyatni har bir holatda o'z o'rnida muolaja qilganliklari uchun u kishining nasihatlari sizdan bizni har bir hayotni o'z o'rnimizni topishlikka o'ta ham chiroyli holatda malham bo'lganligi uchun Luqmoni Hakim deymiz u kishini. Aytgan so'zlari siz bilan meni hayotimizni tizginini o'z o'rniga qo'yganligi uchun, hikmat bo'lganligi uchun Luqmoni Hakim deb turib aytamiz. Odatda hikmat nima edi? Hikmat shunday bir go'zal narsaki, Alloh taolo yu'til hikmata man yasha. Qur'onda aytdi. Men xohlaganimga hikmatni beraman. Bu hikmat ham qimmatli narsa. Hamma ham bir vaqtda o'zi sazovor bo'lavermaydi. Alloh tanlagan, Alloh rozi bo'lgan, Alloh iroda qilinganga beriladi.
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Endi Alloh aytayapti, xohlaganimga hikmat beraman, lekin kimga hikmat berilsa, juda ko'p yaxshiliklarga ega bo'ldi. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kimga hikmat berilsa, hayotida ishlarini o'z o'rniga qo'yishlikning malakasini Alloh bersa, yomonni yomon deb, yaxshini yaxshi deb, haqni haq deb, botilni botil deb, halolni halol deb, haromni harom deb yashaydigan go'zal holatda malakani beradigan bo'lsam, deydi Alloh taolo. Faqad utiya khayron kaseeron. Juda ko'p narsani berilibdi. Juda ko'p yaxshiliklarga sazovor bo'libdi. Kim aytayapti bu gapni? Xudo aytayapti. O'ta ko'p yaxshiliklarga sazovor bo'libdi deb, o'sha yaxshilik sohibini kim e'tirof qilyapti? Alloh e'tirof qilyapti. Demak, Xudodan so'rash kerak. Hikmat bersin Alloh. Hayotimizni hakimona yashashlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Xudodan so'raylikki, har bir ishimizni, har bir amalimizni, har bir so'zimizni, har bir fe'limizni, har bir harakatimizni Xudo taolo hikmat bilan siylasin. Hikmati bilan sug'organ bo'lsin. Alloh o'shaning uchun bejiz aytmadi. Va man yu'tal hikma faqad utiya khayran kaseeran. Endi Alloh taolo aytayapti, hikmatni xohlaganimga beraman deyapti. Biz boyishida Luqmoni Hakim deb turib, hikmat sohibini Luqmoni Hakim deb aytgan bo'lsak, Luqmoni Hakimning siyratini ulamolar aytadiki, u odam deydilar. Luqmoni Hakim asli Janubiy Afriqiya tarafdagi xalqlar bor. Lablari do'rdaygan, tanalari qora, ko'zlari bo'rtib chiqqan bir millat xalqlar bor deydi. Luqmoni Hakim o'shalarni deydilar. Lablari do'rdaygan, ko'zlari shunday bo'rtib chiqqan, bir tanalarida bir noqulaylik bo'lib turgan xalqlar bor edi. O'sha xalqlardan bittasi Luqmoni Hakim ham o'shalardan dedi. Lekin Xudo hikmatni o'sha kishiga berdi deydi. Alloh taolo qiyomatgacha keladigan ummatga hikmatni o'sha kishining tilidan joriy qilib qo'ydi deydi. Demak, suratda emas, shaklda emas, Allohning irodasida, Allohning xohishida, Allohning amr farmonida bu hikmat. Xudodan so'rash kerak. O'sha hikmatga haqli qilsin. Haqiqiy hakimona hayotga yashashlikda Alloh taolo siz bilan bizga rozi bo'lsin. O'shani taqsimotini ichida siz bilan biz ham ro'yxatga Alloh taolo kiritib qo'ysin. Hikmat shunday narsa. Alloh taolodan bir xil joli bo'laveradi, yana aytamiz. Alloh xohlaganlargina o'sha hikmatga ega qilib chiqadi. Xuddiki deydi ulamolar. Xuddiki deydi, telefonda gaplashyapmiz hammamiz. Aloqa vositamiz bor. Kompaniyalar tomonidan to'lqin bir xil tarqatiladi, lekin telefon apparatni quvvatiga qarab o'sha narsani ishlaydi deydi. Ba'zi bir apparatlar deydi, o'sha quvvatni to'g'ri usha olmaydi deydi. To'lqinni ushalab sozlab bera olmaganligi uchun aloqani yaxshi qila olmaydi. Gap shunda. To'lqindami yo apparatdami? Allohning hikmati ham go'zal holatda yoyib qo'yilgan. Agar hikmat olaman desak, bitta barka qarasak ham hikmat olib qo'yaveramiz. La yasqutu waraqatun illa bi iznillah. Daraxtning yaprog'idan tushayotgan bitta barg Allohning izni bo'lgandagina tushadi. Bo'lmasa o'sha yerga turaveradi. Hikmat olamiz desak, Alloh taolani ko'ryapsizmi? Amr farmoni, ilohiy robboniy qadari shu darajada mukammal ishlanganki, bitta barg ham Allohning iznisiz yerga tushmaydi agar hikmat olamiz desak. Hikmat olamiz desak. Lekin shu hikmatni kimdir oladi, kimdir olmaydi. Kimdir shu hikmatdan to'g'ri ta'sir oladi, to'g'ri ta'sirlanadi, yana kimdir shu narsadan beta'sirlarda yashaydi. Hikmat nima edi desa, Xudo taolo sochib qo'ygan go'zal robboniy ziyofatidiyu hamma ham shu hikmatdan nasibador bo'lmas ekanda. Xudo taolodan so'rash kerakki, Alloh hammamizni ham o'sha hikmatdan nasibador qilsin. Hikmat sohiblaridan qilsin. Hayotimizni, fe'l atvorimizni go'zal holatda hikmati bilan sug'organ bo'lsin. Xo'p. Ra'sul hikma maxofatulloh. Mavzumiz hikmatni boshi Allohdan qo'rqish deb e'lon qildik. Agar buni biz hikmatni insonni tanasiga qiyos qiladigan bo'lsak, bugun insonning jismida bosh degan ne'mat bor. Bu boshga Alloh taolo shunaqangi bir go'zal fazilatlarni joylab qo'ydiki, barcha hissiy a'zolarni Alloh taolo boshga joyladi. Ko'radi, eshitadi, hidlaydi, ta'm biladi, tafakkur qiladi, his qiladi. Atrofdagilar hamma narsani saqlab, xotirada ushlab turadi. Va mana shu xotirasida jam bo'lib turgan, aqlda bo'lib turgan narsalar bilan odamlarning ustida, o'zini hayotida, o'zgalarning bir holatida, hayotida hukm qiladi. Bir narsadan to'g'ri xulosa oladi, bir narsadan noto'g'ri xulosa oladi. Mutlaq insonning jarayon, hayotiy jarayonining aksariyatini Alloh taolo boshga joylab qo'ydi. Agar shu bosh bo'lmasa, tananing hech qanday qiymati yo'q.
Shu bosh agar shu tanani go'zal holatda boshqarmasa, bu tana juda ham hijolatchilikka kirib qoladi. Endi o'sha tanani eng asosiy qismi boshmi? Hikmatda ham boshi Xudodan qo'rqish ekan, birodarlar. Modomiki inson Allohdan qo'rqmadimi, hayotingizga tushmaydi. Modomiki inson Allohdan qo'rquv nima ekanligini, malakasini hosil qilmadimi, halovat topmaydi. Modomiki inson Allohdan qo'rqish nima ekanligini ozgina andishasini qilmadimi, hayotda ham, oxiratda ham xotirjamlik ne'matini emas, hidini ham totmaydi. Agar banda Xudodan qo'rqmasa, xohlagan ishini qilaveradi. Xudodan qo'rqmasa, xohlagan kuyga kiraveradi. Allohdan qo'rqmasa, xohlagan narsasini bemalol o'ziga halol qilib olaveradi. O'sha Xudodan qo'rqishlik shu bandani hayotini xotirjamlikka olib boradi. O'shaning uchun ham hikmatni boshi nima desa, Xudodan qo'rqish. Har bir ishni qilayotganda shu ishda Alloh rozi bo'ladimi yoki yo'qmi, shuni bilsa, ana undan keyin hikmat bo'ladi. O'sha akani o'tkazib qo'yinglar, o namoz o'qiyotgan akani. O'tiring aka. O'tiring aka. Hikmat bilan ish qilayotgan aytyapmiz. Bu ma'mur ma'ruf farz bu. Amr ma'ruf farz bo'lgan paytda mustahabni olib kirishlik hikmatsizlik bo'ladi bu. Amr ma'ruf farzmi? Farzga quloq solishlik ayni hikmatli ishi bo'ladi. Ilm qilyapmiz. Tahsil qilyapmiz, shariatni o'rganyapmiz, kelajagimizni barpo qilyapmiz, qiyomatimiz haqida gaplashayotgan vaqtda boshqa narsa ko'ngilga sig'ishi nima bu? Yana aytyapmiz. Hikmat asosida yashaylik. Hikmatning nima ekanligini tushunaylik. Bizga nima avvaliyat, birinchi narsa kerakligini his qilishligimiz bu hikmat bo'ladi. Bugun yana aytyapmiz. Hikmatning boshi Allohdan qo'rqish. Allohdan qo'rquv hamma yaxshiliklarning boshida turadi, birodar. Xudodan qo'rqsa, avvalo o'ziga jabr qilmaydi. O'zgaga jabr qilmaydi. Xudodan qo'rqsa, o'zgalarga zulm qilmaydi, o'ziga zulm qilmaydi. Xudodan qo'rqsa, o'zgalardan ko'ra, o'zidan ko'ra o'zgalarni ustunroq ko'radi. Xudodan qo'rqsa, hayotini ham, oxiratini ham ehtiyot qilib parvarish qiladi. Qo'rqmasa-chi, xohlaganini qiladi. Xohlaganini qiladi. Alloh halol dedimi? Harom dedimi, haq dedimi, botil dedimi, qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q. Bugun gunoh otiga minganlarni bir ko'ring. Shu Xudodan qo'rqmaganlik uchun qilyapti-da shu ishni. Alloh taoladan zarracha bir qo'rquv bo'lmaganligi uchun bemalol tap tortyapti o'sha narsalarga. Shu narsalar o'ziga halol sanayapti-da. Taoladan qo'rqqanda edi, juda ham ko'p narsalarga, yaxshiliklarga ega bo'lar edi. Qo'rquv shunaqangi bir narsaki, odam odatda bir narsadan qo'rqsa, undan uzoqlashishga harakat qiladi. Bir narsadan qo'rqsa, g'am, tashvish unga bo'yniga yuklatiladi. Bir itdan qo'rqyapti. Oldiga borsa qopadi, nima qiladi? Qochadi. Uzoqlashadi. Bir odamlar husumatga kirib qoldi, dushmanlik qilib qoldi. Haligi odam bunga qarab nisbatan qattiq ishlar qilyapti. Nima qiladi? Imkon qadar uzoqlashishga harakat qiladi. Shunga yaqinroq bormay, muammo kerak emas deydi. Ko'ryapsizmi? Qo'rquv doimiy ravishda uzoqlashishga xizmat qiladi, lekin bitta qo'rquv bor. U yagona qo'rquv. Agar u qo'rquvni banda o'zida hosil qiladigan bo'lsa, faqatgina xotirjamlik, faqatgina yaqinlik, faqatgina o'ziga omniyat, ya'ni tinchlikni kasb qiladi. Bu Allohdan qo'rqish. Agar banda Allohdan qo'rqsa, Allohga yaqinlashaveradi. Qancha u zotdan qo'rquv kuchayib borsa, shuncha qurbat hosil borib boradi. Qancha qo'rquv kuchayib borsa, unga xotirjamlik shunchalik kengayib boradi soyasi. Qanchalik qo'rquv kuchayib borsa, rizqida ziyodalik bo'lib boradi. Hayotida ham, oxiratida ham amniyatini o'zi kafolati bilan o'zi qo'lida kasb qilib boradi. Bu qo'rquv yagona qo'rquv, u Allohning qo'rquvi. Agar banda Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, Alloh uni atrofdagi hammadan qo'rqinchli qilib qo'yadi. Hammani undan qo'rqadigan qilib qo'yadi. Agar banda Allohdan qo'rqmasa, Alloh uni hammadan qo'rquvchi qilib qo'yadi. Hamma narsadan qo'rqadigan qilib qo'yadi. Yagona qo'rquvimiz bor, u Robbimiz. O'sha qo'rquvni mahkam ushlaylik. O'sha qo'rquvni to'g'ri kasb qilaylik. Alloh bizni aziz qiladi. Bu qo'rquvni taqvo dedi Xudo. Taqvo dedi. Modomiki siz bilan biz Allohdan qo'rqish nima ekanligini, malakasini, ilmini, tafakkurini, tasavvurini so'raydigan bo'lsak, bu taqvo. Bu taqvo. Ana o'sha taqvoni kim o'ziga kasb qilib, o'ziga chiroyli holatda xulq qilib oladigan bo'lsa, xotirjam bo'lsin. Ikki dunyosini, amniyatini, tinchligi va omonligini, kafolatini o'zini qo'liga oldi. Yana aytyapmiz.
Allohdan qo'rqishlik bu omonligini kafolati. Fa'yul fariqayn. Alloh Qur'onda aytadi. Fa'yul fariqayn ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Qaysi taraf tinchlikka haqliroq? Omonlikka haqliroq bilasizmi deydi Alloh taolo. Allohga taqvo qilganlarmi, osiy bo'lganlarmi? Ikki taraf turibdi. Allohga taqvo qilganlar va osiy bo'lganlar tarafi bor. Shu ikkita tarafdan qaysi biri omonlikka, xotirjamlikka haqli? Bilasizmi shuni? Albatta taqvo ahllari Alloh taoloning xotirjamligiga haqli deb Alloh taolo Qur'onda aytadi. Fa'yul fariqayn haqqu bil amn. Qaysi taraf? Qaysi taraf Allohning taoloning omonligi va xotirjamligiga ega chiqadi? Faqatgina taqvo ahllari. Inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarni Allohning huzuridagi hurmatga sazovorliroqingiz taqvodorroqingiz deb turib Xudo Qur'onda aytdi. Mufassir ulamolarimiz aytadi, taqvodor deb kimni aytadi desa, Xudoga gunoh qilishlikda hayo qiladigan odamni taqvodor deydi. Xudoga gunoh qilmaslikka harakat qiladigan odamni taqvodor deydi. Fojir deb turib kimni aytadi desa, Allohga gunoh ham qiladi. O'sha qilgan gunohining orqasida qo'rqmaydi ham. Shu fojir bo'ladi. Gunoh ham qiladi. Shu gunohi uni qo'rqitmaydi ham deydi. Hayo ham qilmaydi, andisha ham qilmaydi-da deydi. Bu narsani misoli juda ham ko'p hayotimizda. Juda ham ko'p misollarni aytishimiz mumkin bu borada. Demak, siz bilan bizga lozim bo'lgan narsa nima edi? Taqvo libosini kiyamiz. Xudoning huzurida ikromga, hurmatga sazovor bo'lamiz. Bu libosning matosi nima edi desa, gunohdan tiyilishlik. Gunoh qilmaslik. Gunohning ko'chasiga kirmaslik. O'sha gunoh degan narsani badbo'yligidan nafratlanishlik bu taqvoning libosi bo'ladi. O'sha mato shu taqvoni chiroyli holatda, libos holatiga keltiradi. Sizdan bizga lozim bo'lgan narsa inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarda mana huzurimdagi hurmatga sazovorliroqingiz, taqvodorroqingiz. Yosh chaqaloqni qarang deydi. Yosh chaqaloqni ko'rsangiz, odatda nima uchun banda gunohga otiga minadi? Nima uchun gunoh qiladi? Sabab Xudoni tanimaganligi uchun, Allohdan qo'rqmaganligi uchun shu gunohga tap tortaveradi deydi. Shu gunohga qadam bosaveradi. Agar Allohni taniganda, Allohni bilganda, Allohdan qo'rquv nima ekanligini ozgina qalbida haybati bo'lganda edi, hech qachon gunoh ko'chasiga kirmas edi. Yosh chaqaloqni qarang deydi. Ilonni olib kelib qo'liga bersangiz, qo'lida ushlab turaveradi deydi. Kerak bo'lsa og'ziga soladi deydi. Nima uchun? Ilonni tanimaydi-da u deydi. Uni zararidan qo'rqmaydi-da deydi. O'shaning uchun bemalol shu ishini qilaveradi. Qo'ynida saqlab turadi kerak bo'lsa o'sha ilonni. Sabab nima? Sabab ikkita. Birinchisi tanimaslik, ikkinchisi qo'rqmaslik. Banda ham gunoh otiga qachon minadi? Allohni tanimasa, Allohdan qo'rqmasa. Ikkita illatni agar u joyda jam qiladigan bo'lsa, u bandaga kelajagida ham, dunyosida ham halovat bo'lmaydi. Allohni tanaylik. Siz bilan meni yo'qdan bor qilgan zot, taqdirimiz qo'lida bo'lib turgan zot, jonimiz qo'lida bo'lib turgan zot, salomatchiligimiz, sog'ligimiz qo'lida bo'lib turgan zot, mutlaq borligimizni Alloh taolo o'zi irodasiga olib qo'ygan zot. O'sha zotni tanimaslik mumkinmi aytinglarchi? Shu zotdan ko'z yumib yashash mumkinmi aytinglarchi, birodarlar? Mana uxladi bir kishi. Don qotib uxlayapti. Uxlagan vaqtida shu ishlarni qildingiz, shu gaplarni gapirdingiz, turib ol, men bilmayman dedi. O'zi tirik edi-ku. Nafas olib turadi-ku. Yuragi urib turadi, aqli ishlab turadi, hamma narsasi jarayonda bo'lib turadi, lekin o'zi qilgan ishni bilmayapti. Nima edi shu? Shu Allohning amr farmonida ekanligini, bandaning ojiz ekanligini deb ko'rinishi shu edi. Tirik bo'lib turib, hali o'zi nima qilayotganligini bilmaydi banda. G'ofil deb turib shuni aytadi. G'aflat deb turib shuni aytadi. O'zi tirik, hamma yo'q ishlab turibdi, qilayotgan ishini bilmaydi. G'aflat deb turib shuni aytadi, birodarlar. Biz ham hayotmiz, tirikmiz, yashayapmiz, lekin Alloh taologa gunoh bo'lgan narsani nima ekanligini bilmaslik bu g'aflat bo'ladi mana shu. Uyqudan turish kerak endi, birodarlar. Allohdan qo'rqish nima ekanligini ozgina malakasini hosil qilaylik, kasb qilaylik, Xudodan qo'rqaylik. Xudodan qo'rqaylik. Biz bitta narsani mezonni olishimiz kerak bo'ladi. Birodarlar, Xudodan qo'rqaylik deb aytayapti domla mehrobda. Nima ekan o'zi degan savol bo'ladi. Har bir ishni boshida shu ishda Alloh rozi bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolni beramiz. O'sha javob chiqsa, yo'q, o'sha Xudodan qo'rqish bo'ladi. Yagona mezon shu.
Har bir ishimizda qilayotgan vaqtimizda shu ishimdan Alloh rozi bo'ladimi yoki yo'qmi degan savol beramiz. O'sha savolning javobi siz bilan meni Xudodan qo'rqishimiz bo'ladi. Agar shu savolga javob topa olmasak, unda o'sha narsani malakasini hosil qilishimiz kerak. Shu savolga javob topish kerak. Xudo rozi bo'ladigan bo'lsa qilish kerak. Xudo norozi bo'lyaptimi, chetlanish kerak. Mana shu Xudodan qo'rqish bo'ladi. Shu Xudo aytganda yashash bo'ladi. Rasul hikma maxofatulloh shu bo'ladi. Hikmat asosida yashashlikning bitta ko'rinishi, shabloni, formulasi mana shu. Allohdan qo'rqishlik. Bugun siz bilan bizga lozim bo'lgan narsa nima? Birodarlar, Alloh bilan birga bo'lishlik, muroqaba qilishlik, u zotning haqiqatan bir xos bo'lgan sevgili bandasi bo'lishlikdan ortiqroq baxt yo'q. Bir shayxlardan birlari muridlariga ma'ruza qilib aytayotgan vaqtda aytdilar. Ko'pchilik solih amallarni qilishni yaxshi ko'radi. Ehson qiladi, yaxshilik qiladi, ibodat qiladi, namoz o'qiydi, lekin gunohni tark qilishlikni andishasini qilmaydi. Gunohni tark qilishlikni go'yoki yengilroq sanaydi. Aslida gunohni tark qilishlik amal solihdan ko'ra yaxshiroqdir bu ish. Bir kamchilik, nuqsonni bartaraf qilishlik bitta ibodat qilishlikdan ko'ra, qo'shimcha bir narsa qilishlikdan ko'ra bu yaxshiroq edi. Sabab nima edi desa, u qo'shimcha qilib turgan ishlari g'ayb edi-yu, lekin kamchilik unda hozir bo'lib turadi. O'shada turadi vujudda. O'sha vujudni isloh qilmasdan turib, kelajakdagi bo'lib turgan ishga qadam qo'yishlik bu aqlli ish emas-da deydi. O'sha gunoh, o'sha kamchilik vujudda turibdi. Shuni avvalo birinchi shuni bartaraf qilish kerak. Shuni bartaraf qilishning o'zi yaxshilikka qadam qo'yishlik. Va u kishi aytdilar, muridlariga aytishdi. Ehtiyot bo'linglar. Ko'zinglarni ochinglar. Har bir gunohning kasofati bo'ladi. Har bir gunohning iqobi bo'ladi, javobi bo'ladi. Bir gunoh qildingiz, o'ylamang Xudo g'ofildir. Ko'rib turibdi Alloh. Buni Alloh taolo jazosini beradi dedi. Shogirdlardan bittasi shuni ustozning shayxning gaplarini eshitdi-da, bir gunoh qildi va Xudodan jazo kutdi. Bir muddat o'tdi, jazo bo'lmayapti. Ya'ni siz bilan meni tasavvurimdagi jazoni kutdi-da, yo bir talofat yetish kerak edi, yo bir kasal bo'lib qolish kerak edi, yo bir kasotga kirish kerak edi, yo bir kamchilik, bir nuqson bo'lishi, nimadir kutib turibdi endi, bir jismoniy bir narsani kutib o'tiribdi, lekin hech narsa kelmadi. Bir o'ylanib, Xudo menga jazo bermadi-ya, dedi. Alloh ilhom qildi. Shu bandaga Alloh ilhom qildi. Ey bandam, senga jazo berib qo'ydik, sen his qilmading bu jazoni. Senga munojot degan lazzatni olib qo'ydik sendan. Seni qo'lingni duoga ko'tarishlikdan mahrum qilib qo'ydik. Bizga iltijo qilishlik ne'matini olib qo'ydik, sen bilmading. Hattoki shu munojot lazzatini olib qo'yganligimizni bilmasligini o'zi senga jazo edi o'zi. Bu qanday jazo edi? Ey bandam, bilasanmi? Sen bilan yashab turgan zotlarning ichida ba'zilari bilan biz sirlashdik. Tunda dardlashdik. Tuni bilan dunyosiy oxiratiga men kafolat berdim. Va'da berdim. Ikki dunyo saodatining ne'matini men ularga haqiqatda chiroyli holatda qo'llariga tutqizib berdim. Gunohlarini kechirdim. Tavbalarini qabul qildim. Rizqini ziyoda qildim. Hayotiga mazmun berdim. Bola chaqasidan xotirjam qilib qo'ydim. Shuncha narsalar bilan biz hasratlashdik, dardlashdik. Biz munojotlar bilan lazzatlashdik-ku, seni shu eshikni yopib qo'ygan edim. Shu o'zimizni o'rtamizda bo'lib turgan xos suhbat bo'lgan lazzatli onlardan seni bebahra qilib qo'ydim-u, sen bilmading. Bundan ortiq jazo yo'q senga ey bandam dedi. Bundan ortiq jazo yo'q ey senga bandam dedi. Bir o'ylab ko'raylik-da. Qachon Alloh bilan dardlashganmiz? Qachon qo'llarimizni shunday ko'targan paytda Parvardigor olam qalbimizga shunday bir halovatini, xotirjamligini, o'ziga munojat qilishligi lazzatini, o'ziga dardlashishlik bir go'zal holatda suhbatini, ilohiy bir rabboniy bir ziyofatga chaqirganini kim eslaydi? Aslida hammamiz shu jazoni ichida yashamayapmizmi-ki? Xudo siz bilan bizni jazolab qo'ymaganmikan? Duo deganda bunday yaxshi kunlar bo'lsa, omon kunlar Alloh akbar turib ketib yoki bo'lsa dunyoni ham shu palapartish qilib, qo'lni ko'tarmasdan, lafzda aytmasdan kunimiz o'tyapti. Bu munojot degan lazzatdan kimimiz hozir bahramand bo'lyapmiz? Aslida hamma o'sha jazolar siz bilan biz ustimizda qoyim emasmikan hozir? Hikmat nima edi? Xudo bilan bir dardlashish qanday bir lazzatli narsa edi, bilasizmi? Qanchalik rohat edi, bilasizmi? La tahzan innalloha ma'ana. Rasululloh aytayaptilar, bu lazzatini ko'ring. Payg'ambar alayhisalom Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan Makka dan Madinaga hijrat qilib chiqib ketyaptilar.
G'orga yashirindilar. 2 kishi turibdilar. Orqada qariyb 10 dan oshiq mohir mergan Qurayshni askarlari. Biri nayzada mohir, biri kamonda mohir, biri qilichda mohir. Birortasini qo'liga tushsa hech kim omon qolmaydi. Shu darajada mohir bo'lib turgan askarlar ta'qib qilib kelyapti. G'orni og'ziga keldi. G'orni og'ziga keldi. Vaziyat juda qaltis. Shundoq boshini tiqsa turibdi ikkita. Yana juda qulay, qochishga imkoniyati yo'q. Shundoq olib borib burchakka borib taqab xohlagan ishini qilish mumkin ikki kishining o'rtasida. Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu eshikni tagida turibdilar. Ya'ni g'orning og'zida turibdilar. Yig'dilar. Ko'zdan yosh chiqdi. Alloh taolo o'sha yoshni quyoshning shu'lasida payg'ambarga ishorasini berdi. Qarasana Abu Bakr Siddiqning ko'zlari yaltiradi. Limata tabqik. Nimaga yig'layapsiz? Nimaga yig'layapsiz? Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdilar. Allohga qasam, nafsimdan qo'rqib yig'lamayapman. Jonim shirinlik qilib yig'lamayapman, lekin ular kelishdi, orqada turishibdi. Birortasini nigoh tushib qolsa, sizni men himoya qila olmasdan Allohning huzuriga qaysi yuz bilan borishlikdan andisha qilib qo'rqib yig'layapman dedi. Sizni men himoya qila olmasam nima qilaman dedim. Alloh do'stlariga sheriklik, ulfatchilikni e'lon qildi. O'zini o'sha yerda shundoq Jabroil alayhissalom uchun la tahzan innalloha ma'ana. Xotirjam bo'ling. O'kinmang. Alloh sizlar bilan birga ekanligini esingizdan chiqarmang dedi Alloh taolo. Vaziyat qaltis, juda ham bir hayajonli holatlar, hijolatchilik holati, lekin Alloh nima deyapti? O'sha yerda lazzat ne'matini beryapti. Men shu yerdaman, xotirjam bo'lavering deyapti. Xotirjam bo'lavering deyapti. Rasululloh Madinaga bemalol bordilar, safar hech qanday hijolatchilik bo'lmadi. Shu lazzat qayerda bor, birodar aytingchi? Alloh aytayapti, meni yuzimni andishasini qiling, qolgan yuzlarni sizga mo'ltillatib qo'yaman deydi. Yagona meni yuzimni andishasini qiling, qolgan yuzlar sizni yuzingizga mo'ltillasin. Agar meni yuzimni qo'yib boshqa yuzlarga yuzlandingizmi, o'sha yuzlarning qo'lida siz xor bo'lasiz deyapti Alloh. Hikmat shu. Allohdan qo'rqish shu. Hayotda yashashda inson to'g'ri tasavvur qilishi mana shunday bo'ladi. Birodarlar, sizdan bizga lozim bo'lgan narsa yana aytamiz. Shaklda musulmon bo'lmaslik kerak musulmon. Faqatgina zohirda musulmon bo'lmaslik kerak, botinda musulmon bo'lish kerak. Ichki dunyosida Alloh taolo bilan doim bog'lanib turish kerak. Agar ichki dunyosi Alloh bilan bog'langan bo'lsa, shu inson eng yaxshi inson, eng qadrli inson, Alloh siylagan inson. Nima uchun? Uni bog'lanadigan nuqtasi, yagona arqoni, suyanchig'i kim ekanligini u biladi. U Robbisi edi. Shuni andishasini hosil qilishlikda Alloh taolo hammaga ham bermayman deyapti. Va man yu'tal hikma faqat utiya khayron kaseeran. Kimga shu hikmat berilsa, mana shu andisha berilsa, mana shu tafakkur, tasavvur berilsa, mana shu lazzat berilsa, keng ko'p yaxshiliklarga ega bo'libdi. U lazzat nima edi? Allohni tanib, bilib yashash edi. Allohni tanib, bilib yashash edi. Bugun zohirda, shaklda, suratda musulmon bo'lishlik juda avji oldi, alhamdulillah, lekin botinga ham qaraylik akalar. Ichki dunyomizga ham qaraylik. Buni juda ham ko'p ta'sirotlarini, juda ham ko'p aks sadosini jamiyatda, holatda, hayotda ko'ryapmiz. Alloh taolo ana o'sha zohirga, faqatgina shaklga musulmonchilik qilayotganlarga Alloh taolo tanbeh beradi. Siz bilan bizga Alloh taolo Qur'onda ta'lim beradi. Lan yanalalloh. La yanalallohu luhumuha va la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Qurbonlik qilayotganda, jonliq so'yayotgan vaqtingizda Alloh taolo bizga xitob qiladi. Jonliq so'yayotgan vaqtimizda xitob qilib, "Ey bandam, u so'yayotgan jonlig'ingizni na bir menga go'shti, na bir qoni yetib keladi. Faqatgina o'sha so'yayotgan vaqtingizdagi taqvoingiz menga kifoya qiladi." Nima niyatda so'yapsiz shu qurbonlikda? Ko'ryapsizmi, birodar? Bitta jonliqni so'yishlik uchun qancha vaqt ketadi? 1 soat ketar, 2 soat ketar, 3 soat ketar. Mana shu 1 soat, 2 soat, 3 soat mehnatimizni Alloh taolo aytayaptiki, buncha mehnatni o'zingiz charchatmang. So'yayotganda nima niyat qilyapsiz? Meni roziligimni qilyapsizmi? Yo odamlar ko'rib qo'ysa, men ham qurbonlik qildim deyapsizmi? Yoki qurbonlik qilayotganda 7 kishi sherik bo'layotgan vaqtda shu qurbonlik so'yayotganda niyatingiz nima? Ish qilib go'shti menga ko'proq tegsin deyapsizmi, ozroq tegsin deyapsizmi? Nafs nimani xohlayapti? O'sha so'yayotgan vaqtingizdagi niyatingiz menga kifoya qiladi, xatti-harakatingiz chekar qolib turasiz deydi. Alloh bizga aytayapti shuni. Kutiba alaykumus siyam.
Kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Alloh aytayapti, ro'zani farz qilindi sizga. Avvalgi ummatlarga farz qilingani kabi. Nima uchun? Kechgacha och yurasiz. Kechgacha tashlab yurasiz. Ertalabdan kechgacha bu jismni ham tiyasiz, lekin shu tiyishingiz orqasida nima turibdi desa, la'allakum tattaqun deydi. Shoyatki taqvoni kasb qila olsangiz, mana shuncha kechgacha o'zingizni tiyishingiz bilan meni kim qanday zot ekanligimni tanib qolsangiz qaniydi deydi Xudoy taolo. Kechgacha och-nahor yursang Xudoni tanimasa. Och-nahor yursang ro'zani andishasini bilmasa. Och-nahor yursang bu ochlikning orqasida turgan sharofat va fazilat va buni orqasidagi iymon nima ekanligini tushunmasa, u ro'zadan nima naf? Taqvo. O'sha ro'zani kimga tutayotganligida, shu ro'zani tutayotgan vaqtda nimadan tiyilishlikni, kim buyurganligini tanishlikda taqvo. La'allakum tattaqun deydi Xudo. Zohirda shaklda musulmon bo'lmaslik kerak, birodarlar. Hamma zohirga o'tib oldi. Hamma bir dunyoni o'zicha odat-to'ntar qilgisi kelyapti. Taqvosiga jo'shib olib bir narsalarni o'zgartirib olgisi kelyapti. Yo'q, birodar. O'zgartira olmaysiz. Modomiki ichimiz o'zgarmasa, modomiki o'zimiz o'zgarmasak. Bir o'ylab ko'ring-da. Bolangiz turibdi etagingizda. Farzandingiz turibdi. O'sha nosolih ishni o'zingiz qilasiz. Betarbiyalikda o'zingiz turibdi, bolangizdan shuni talab qilsangiz, mantiq ko'taradimi? Bola siz aytganingizni qiladimi? Yoki ayolingiz quloq soladimi? O'zingni bil deydi. Shu oddiy bir haqiqat hayotimizda bor-ku, bitta o'zimizni bolamizga o'sha amalsiz, hech qanday bir tajribasiz, hayotda bir namunasiz bir narsani talab qilsangiz, o'zimiz bolamiz bo'ysunmaydi-yu, birodar. Qanday qilib Alloh taoloning huzuriga shunaqangi bir ikki xilligi bilan Xudo taologa yuzlanmoqchimiz? Taqvo nima? Xudodan qo'rqish. Qandoq qo'rqish? His qilib, jonli tuyg'uda o'sha zot Robbimiz ekanligini haqiqiy tanib bilib, o'sha zotga ibodat qilishlik taqvo bo'ladi. Payg'ambar alayhisolamning huzuri muboraklarida sadaqaga kelgan xurmo turar edi. Xurmo turar edi. Rasululloh qayrilib ham qaramasdilar. Payg'ambarga sadaqa yeyish mumkin emas. Ko'ryapsizmi taqvoni? Bitta xurmoni og'ziga solib qo'yishda nima bor? Lekin taqvoni cho'qqisi shu edi. Taqvoni cho'qqisi shu edi. Xudo uchun bir narsani tark qilishlik bilan go'zal natijalarga erishadi. Alloh aytadi: "Modomiki bandam meni roziligim uchun bir narsani tark qilar ekan, shu bandamga dunyosi va oxirati uchun yaxshiligini evaz qilib beraman" deydi. Bir narsani yomon, munkar ishni men uchun tark qilyapti. Shu tark qilganligi uchun dunyosiga ham, oxiratiga ham bitta yaxshilikni evaz qilib beraman deydi Xudo. Va'dasi haq. Shu taqvo. Xudo uchun bir yomonlikni tark qilishlik, bir badxulqlikni tark qilishlik, bir yomon luqmani tark qilishlik, nopoklikni tark qilishlik, bir gunohni Xudoning roziligi uchun tark qilishlikda dunyosiga ham, oxiratiga ham Alloh taolo bitta yaxshilikni evaz qilib berishini va'dasini berdi Xudo. Shayx Muhammad Taqiy Usmoniy bir kichik rivoyat nimani aytadilar, o'zlarining hayotlarida bo'lgan ishni aytadilarki, meni huzurimga bir yigit keldi. Meni huzurimga bir yigit keldida, hali yigitni ko'rsangiz deydi. Islomda surati u yoqda tursin, hidi ham yo'qda, hali bo'ladi deydi. Zamonaviy sochlarini turmay qilgan, kiyingan, boshqa qilgan, bir qaraganda musulmonni hidi ham kelmaydigan holatda meni oldimga bir yigit kirib keldi deydi. Yigit kirib keldida mendan so'radi: "Hazrat, siz bugungi kunda musulmonlarning eng katta yetakchisi ekansiz. Odamlar shunaqa deyishadi, endi Alloh taolo bergancha, tavfiq bergancha. Xo'p, meni bir savol qiynayapti. Shu savolga siz javob berishingizni aytishdi. O'sha savolga javob olgani keldim" dedilar. "Nima savol?" "Men bir ish bilan shug'ullanaman. Zamonaviy bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn savdolarning bittasini aytdi. Shu ish bilan shug'ullanaman" dedi. "Yaxshi. Bu ish bilan necha kishi shug'ullanishligini bilasizmi?" dedi. 3 kishini bilardim, siz 4-chi ekansiz dedi. "Bu ishning orqasida daromad qanchaligini ham bilasizmi?" dedi. "Bilaman" dedi. "Juda katta" dedi. "Juda katta" dedi. "Xo'p, shu ishim halolmi, harommi?" dedi. "Halolmi, harommi?" dedi. Shunda Muhammad Taqiy Usmoniy o'zlarining tafakkurlari bo'yicha hali kirib kelgan surat, bolaning suratini, siyratini o'yladilar, sekin shu gap boshladilar. Islomdan bezdirib qo'ymaslik yoki bo'lmasa qat'iy bir hukm aytib, u kishini bir qattiq zarba berib qo'ymaslik uchun aytdilarki, musulmon odam bir ish qilsa-yu, shu ishi nojoiz bo'lib qolsa, shu ishi nojoiz ekanligini bilganidan keyin to'g'ri, pok bo'lib turgan, joiz bo'lib turgan bir ishni
taftish qilishni boshlaydi, ya'ni izlashni boshlaydi. Ungacha bu ishini qilib turadi. Lekin qilayotgan jarayonda rozi bo'lmay turadi bu ishiga. O'sha joiz bo'lib turgan ishni topgan zahotiyoq bu ishini takrorlab tavba qilib istig'for aytib, o'sha joiz bo'lib turgan ishda davom etadi. Deb endi nasihatni boshlaganlarda u kishi aytdilar: "Hazrat, men sizdan ish so'rab kelganim yo'q. Bu ishim halolmi, harommi shuni ayting" dedilar. Bu ishingiz harom dedi. Nima uchun dedilar? Ikki jihatdan. Bir jihatdan qimor bor, ikkinchi jihatdan ribo bor bu ishingizda dedi. Shu jihatdan haromligi bor. Buni kim harom qilgan dedilar? Alloh harom qilgan. Allohga qasam ichib aytaman dedi u kishi. Alloh taolo bir narsani harom qilishlikdan avval 10 ta halolini eshigini ochib qo'yishligini bilar edim. Demak, menga 10 ta halol eshigi ochildi bu ishim orqasidan. Allohga qasam, siz guvoh bo'ling, bu ish bilan shug'ullanish u yoqda tursin, hozir ofisimga ham qaytib bormayman deb turib chiqib ketish huzurimdan deydi. Shu yigit chiqib ketdi deydi. Hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi milliarder bo'lib turgan musulmonlarning sanoqlilardan bittasi shu yigit deydilar. Meni tajriblantirgan ikkita narsa bo'ldi deydi. Meni hijolatga qo'ygan ikkita narsa bo'ldi deydi. Shu yigit menga ikkita ta'limni berib ketdi deydi. Birinchisi, zohirda suratiga qarab baho bermaslikni berib ketdi. Hozirgacha shu yigitni eslasam hijolat bo'lamanki, tashqi ko'rinishiga qarab baho berib qo'yganligim uchun. Ikkinchisi deydi, Alloh taoloning amr farmoniga bo'ysunish va shu narsani go'zal holatda tatbiq qilishni shu bolada ko'rdim malakasini deydi. Topib turgan puli ancha-muncha odamdan ko'ra yaxshiroq pul topdi, lekin shu pulni parvosi ham keltirmadi. Va Alloh taoloning va'dasi shu darajada ishondiki, bitta Alloh taolo haromni eshigini yopganda 10 ta halolni ochib qo'yishligi iymoni shu darajada mukammal bo'ldiki, haqiqatan u bolaga yuzlagan halol eshiklar ochildi hozir deydi. Ikkita ta'limni menga berib ketdi deydi. Zohirida ko'rinishda musulmon emas, botinimizni chiroyli qilaylik. Yaxshilikka qarab qadam bosib o'raylik. Alloh taolo sizdan bizga ko'p yaxshiliklarni ato qilgan, lekin bilmaymiz. Alloh taolo taqvo kalimasini ishlatayotgan vaqtda siz bilan bizga Qur'onda bir necha joylarda, shar'iy mezonlarda bir necha joylarda taqvo kalimasini ishlatadi. Qur'onning 43 ta joyida taqvo qiling deydi Xudo. 43 ta joyda taqvo haqida Alloh taolo zikr qiladi. Siz bilan bizga ta'limini beradi. O'sha payg'ambar alayhisalom taqvo borasida, shar'iy mezon borasida bir necha taqvo haqidagi gaplar borki, o'shalardan bittasi usikum bi taqvalloh. Sizlarga nasihat qilay. Sizlarga nasihat qilay. Eshitinglar. Nima uchun bu gapni aytyapmiz? Bu hadisni aytyapmiz. Ayni bugun kerak bo'lgan hadis bu. Usikum bi taqvalloh was sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kaseeran. Rasululloh aytayaptilar. Payg'ambar alayhissalom, Allohdan qo'rqinglar. U zotga taqvo qilinglar. Ish boshinglarga itoat qilinglar. Garchi u qul bo'lsa ham. Garchi u qul bo'lsa ham ish boshinglarga, rahbariylarga itoat qilinglar. Bugun eng katta taqvosizliklarimizdan bittasi shu o'zimizcha hukm qilishligimiz. Ish boshidan murod nima desa, siz bilan meni boshimda kim rahbar? Oilada ota, bir jamiyatda bir mas'uliyatga ega bo'lib turgan joy yoki bo'lmasam safarda ketayotganda haydovchi, hamma joyda bor bu narsa. Hamma joyda bor hayotda, jabhada. Ana o'sha ish boshchilarga itoat qilishlikni taqvo deyapti. Nima uchun? Xotirjamlik uchun. Bunga bir misol keltiramiz. O'sha ish boshiga, o'sha ishni rahbariga itoat qilmaslikni tijolatchiligini hammamiz bilamiz. Uhud jangi, birinchi musulmonlarning mag'lubiyati. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Badr jangida musulmonlar g'alaba qozonishdi. Quraysh aholilari juda ham o'zlarini masxaraomuz holatga kelib qolganliklarini bilishdi, alamzada bo'lishdi, qiynalishdi. Oxiri nima qildi? Abu Sufyon aytdiki, endi yana qaytadan jang qilib musulmonlar bilan janglashamiz dedi. Shunda musulmonlar bilan Quraysh mushriklari janglashadigan, urushadigan bo'lishdi. Shu paytda Qurayshdan 3000 ta askar Madinaga qarab keldi. Rasululloh 1000 kishi bilan chiqdilar ularga qarshi. Chiqayotgan vaqtlarida Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiqlarning boshlig'i arzimagan bahona qilib 300 kishini qaytarib olib ketib, musulmonlar 700 kishi qolishdi. Uhud jangida. Endi nima qilish kerak? Rasululloh o'sha yerda go'zal tadbir qo'lladilar. Rahbar shu yerda kerak. Rahbar shu yerda kerak. O'sha qaltis vaziyatda, hijolatchilik vaziyatda bir odam boshliq bo'lib o'sha narsaning muhokamasini, chiroyli holatda hukmini o'qish kerak, muammoni yechish kerak. Rasululloh o'sha muhokamani bo'ynlariga, zimmalariga olib shu tadbir qildilar. Nima edi u? Rasululloh qo'shinni ikki qismga bo'ldilar. Madinaga borganlar Uhud
tog'iga ziyoratga boramiz. O'sha yerga borsanglar biz bu tarafdan Uhudga qarab turgan paytinglarda o'ng qo'linglarda Jabalur Rumot deydi, kamonchilar tog'i bor. Kichkina balandroqda turgan tog' bor. O'sha tog'ga 50 kishilik kamonchilarni aytdilarki, sizlar shu yerga joylashinglar. Yaxshi istiqroq bo'linglar, ya'ni mustahkam turinglar. Sizlar tepadan hujum qilasizlar, qolganlar pastdan hujum qiladi. Hujum ikkita holatda ketib boradi. Mana shu bilan nima qilamiz? Dushman bilan qarshi chiqamiz. Faqatgina bitta shart bor, kamonchilar. Men aytmagunimgacha pastga tushmanglar dedilar. Rasululloh aytdilar, men aytmagungacha sizlar pastga tushib olmanglar dedilar. Men aytaman, keyin tushasizlar dedilar. Quraysh keldi. O'sha vaqtda Xolid ibn Valid musulmon bo'lmagandi. Abu Jahlning o'g'li Ikrima ibn Abi Jahl juda katta musulmonlarga nisbatan ichida nafrati bor edi. Qurayshning ikkita katta qo'mondoni ikki qanotdan keldi. O'ng qanotda Xolid ibn Valid, chap qanotda Ikrima ibn Abi Jahl. Shundoq kirib kelishdi. Kirib kelishar ekan, ular odatiy jangni tasavvur qilib, shu bilan kirib kelishdi-ki, musulmonlar noodatiy jang bilan qarshilik qilishni boshlashdi. Rahbarni ko'rsatuv bilan nima bo'ldi desa, tepadan 50 ta kamonchi shundoq o'q nayzani otishni boshladi. Qo'shin sarosimaga tushib qoldi. Tepadan ham hujum, pastdan ham hujum. Kunni avvalgi birinchi yarmida to'liq musulmonlar jangni qo'liga oldi, nazoratga oldi. Quraysh chekindi. Orqaga chekinishni boshladi. Orqaga qarab ketayotgan vaqtda kamonchilar to'xtatishdi, qarasalar jang maydonida juda katta o'ljalar, juda katta narsalar turibdi. Shunda pastga tushamiz deganda ba'zilar aytdilarki, Rasululloh men aytmaguncha tushmanglar deganlar. Shu gapni aytdilar-ku deganda ba'zilar ikkinchilari aytdilarki, Rasululloh jang paytida aytganlar, jang tugadi, dushman tormor bo'lib qochib ketdi dedilar. Va ba'zilari pastga tushdi qo'shin. O'sha rahbar tushmanglar degan paytda ular tushib kelishdi. Xolid ibn Valid juda mohir edi. Shunda orqaga qarasa, Jabalur Rumot kamonchilar tog'ida hech kim yo'q. Shunda qo'shinni orqaga qaytardi. O'sha tog'ning orqasidan kelib, musulmonlar o'ljalar bilan ovora bo'lib turgan paytda orqadan hujum qilib, 100% g'alaba bo'lib turgan maydonda musulmonlar mag'lubiyatga uchrashdi. 100% qo'lida g'alaba bo'lib turgan musulmonlar orqasidan hujum qilib, mag'lubiyatga uchrashdi va birinchi mag'lubiyat bo'ldi. Sabab nima edi? O'sha bir og'iz rahbarning aytganini qilmaslik edi. Birodarlar, bu yerda ilohiy narsa bor. Rasululloh bekorga aytmayaptilar. Bugun sarkashlik qilmaylik. Sarkashlik qilmaylik. Bitta jamoatmi, o'sha jamoatning rahbarga itoat qilish kerak. Alloh taolo rahbarga bir go'zal salohiyat beradi. Bilasizmi nima bu salohiyat? Oilada erlarga, bir jamiyatda o'sha jamiyatning rahbariga bir ish bo'lsa, Alloh taolo shu ishni avvaldan ilhomini berib turadi. Shu ish haq yoki botil ekanligini Alloh taolo shu narsani andishasini bildirib turadi. O'shaning uchun ham xotinlar erini aldayotganda eri bilib turadi-da. U apresslik qilayotganini bilib turadi. Soxtalik qilayotganini bilib turadi. Xotini o'zicha bir narsa qilib bezashga harakat qiladi, lekin Alloh taolo erga shuni ilhomini beradi, o'sha yerda soxtalik borligini. Xuddi shuni Alloh rahbarga ham berar ekan. Alloh rahbarga ham shuni salohiyatini beradiki, bir ish bo'layotganda o'sha ishni asliyatini, andishasini, haqiqatini Alloh taolo qalbiga solib qo'yar ekan rahbarlar. Bu ilohiy narsalar. Sizlar bizga lozim bo'lgan narsa nima, birodarlar? Oilada erligimizni chiroyli holatda yaxshi qilaylik. Taqvo deganda faqatgina biz yana aytamiz, ko'rinib, bir sallaga, choponga o'ranib, burkanib, qandaydir bir ko'rinishda tasavvur qilmaylik. Bu zohiriy, lekin aslida taqvo nima? Viqoyatun fi hududillah. Allohning chegarasida turish. Allohning chegarasida turish. Alloh haq degan narsani haq deb, botil degan narsani botil deb bilishlik bu taqvo bo'ladi. Alloh hammamizni taqvo ahllaridan bo'lishini Alloh taolo o'zi muvaffaq va muyassar aylagan bo'lsin. Bir qancha birodarlarimiz duo so'rashgan, bir qancha birodarlarimizning mushkulotlarini Alloh taolo yengil qilishini, Alloh taolodan fazl qilib berishligini iltimos qilishgan, ijtimoiy tarmoqlar orqali, telefonlar orqali, ko'pchilik mana to'g'ridan-to'g'ri xat orqali hammamiz jamoat duosiga mushtoqmiz. Hammamiz jamoat duosidan umidimiz bor. Alloh taolo hammamiz umidimizni ro'yobini ko'rsatishlik o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Mana xatm Qur'on kelibdi yana. Mana xatm Qur'on. Mashaalloh. Mashaalloh, Alloh shifo komil bersin.